Men davlat fuqarolik xizmatchisiman. Bu degani alohida soliq imtiyozlari ega degani emas. Men hamma qatori soliqlarni o'z vaqtida to'layman. Men davlat fuqarolik xizmatchisiman va men o'z vaqtida to'layotgan soliqlar ijtimoiy sohaning uzluksiz rivojlanishida muhim omil ekanligini chuqur his qilaman. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash bu nafaqat qonuniy majburiyat, balki jamiyat taraqqiyotiga qo'shilgan munosib hissadir. Har bir to'langan soliq yangi obyektlarni qurishga, ta'lim va tibbiyot sifatini yaxshilashga, infratuzilmalarni rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Mas'uliyatli fuqaro bo'laylik. Soliqlarni va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshiraylik. Zero har bir to'langan soliq mamlakat ravnaqi uchun qo'shilgan hissadir.